Farg'onada ko'z ko'rib, quloq eshitmagan darajadagi sirli qotillik jinoyati fosh etildi. Gap shundaki, ikki o'smir o'z tengdoshini o'ldirib, go'yoki uni o'z joniga qasd qildi deb ko'rsatish maqsadida marhumning jonsiz holatdagi tanasini poyezd yo'liga sudlanuvchilar qo'yib ketishadi. Ma'lum bo'lishicha, yigitlar oldindan til biriktirib 2025-yilning 20-iyun kuni marhumni fermer xo'jaligiga tegishli dala yer maydoniga olib borib, spirtli ichimlik iste'mol qilishadi. Shundan so'ng sudlanuvchilar oldindan o'ylangan qabih rejasini amalga oshirishni boshlaydi. Ish hujjatlarida keltirilishicha, dastlab sudlanuvchilar yigitga siqma kley hidlatib, uni o'zini o'zi himoya qila olmaydigan ojiz ahvolga keltiradilar. So'ng esa bo'ynidan bo'g'ib, qasddan o'ldirishadi. Jinoyat ishi hujjatlarida keltirilishicha, sudlanuvchilar marhumni go'yoki o'zini joniga qasd qildi deb ko'rsatish maqsadida jasadni temir yo'lga qo'yib ketishadi. Poyezd marhum yigitni bosib ketadi. Bundan tashqari, ushbu voqealardan xabar topgan yana bir yigit do'stlarining og'ir jinoyat haqida bila turib, huquq-tartibot organ xodimlariga xabar bermaydi. Mazkur holat bo'yicha o'tkazilgan sud majlisida yigitni o'ldirgan sudlanuvchilardan biriga 12 yil muddatga, ikkinchi sudlanuvchiga esa 10 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Ushbu jinoyat haqida xabar bermagan 3-chi sudlanuvchi esa 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. E'tibor bering, jinoyatga qo'l urgan yigitlar hali 20 yoshga ham to'lmagan. Ular nima sababdan bunday vahshiylikni sodir etdi? Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Sudlanuvchilar umrining eng go'zal damlarini panjara ortiga almashdi. Xulosa qiling.